Kriptovalyuta o'zi nima? Kriptovalyuta o'zi nima? To'g'risi mana shu joyi zo'r chiqdi endi. Vasha chotki. Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga kriptovalyuta haqida qisqacharoq ma'lumot beraman. Eng avvalo milliy valyutaga to'xtaladigan bo'lsak, milliy valyutani davlat boshqaradi. Tranzaksiyalar bank orqali amalga oshiriladi, ya'ni banklar orqali. Kriptovalyuta esa markazlashmagan, uni boshqaruvchisi yo'q. Undagi tranzaksiyalar blokcheyn orqali amalga oshiriladi. U raqamli pul hisoblanadi. Xo'sh, blokcheyn nima? Misol qilib keltiradigan bo'lsak, u xavfsizmi? Albatta xavfsiz. Aytadigan bo'lsak, siz kimgadir 100 ta bitcoin jo'natdingiz. Bunda sizda jo'natgan bitcoiningiz kompyuterlar orqali tekshiriladi. So'ngra alohida kompyuterlarga blokka qo'yiladi va ular umumlashtirib blok zanjirini hosil qiladi. Shu sababli blockchain deb ataladi. Xo'sh, nega ko'pchilik kriptovalyutaga qiziqyapti? Buning sababi juda ham oddiy, u juda ham qulay, tezkor va uni ustiga ko'pchilik insonlar fikricha u investitsiya manbai hisoblanadi. Lekin bu doim o'sish degani emas. Ya'ni u doim o'smaydi, ba'zan tushishi ham mumkin. Bu risk omili mavjud ekanligini bildiradi. Bunda ham qiziqroq videolar kerak bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Kriptovalyuta haqida qisqacharoq shorts video shu yerda, to'liq video esa profilga joylanadi.